Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Golland tili grammatikasi darsimizga xush keldinglar. Biz bugun 36-cı ders The Outrufen the Zin. Ündeş cümle, yani cümlelerning ichidagi eng go'zal cümlelerden birisi bo'lgan ündeş cümlelerden tanışıp chiqamiz. Nima uchun go'zal deyman? Bu darsni anglagandan keyin cho'qim sababi sizlarga oydin bo'ldi. Yani bu cümle babımızın 4-cü qismi. Yani biz şu məxsus cümleler toğrusunda bir yürüş dərslərini başlagandık. Bugün bu cümleler özününki mənisi cəhətdən 4 çoğun türgü bölündü. Bayan cümle, sual cümle, buyruq cümle, ündək cümleler. Şu cümlelerin içindeki en ahırqısı bolğan, en güzlü bolğan ündək cümlenen bu en güzel cümleler bolğaçqa en keyini qap qoyduq. Çünki hayatda güzel işler sel ahırdırak kep kaldı emasmi? Mesela cennetke mi hayattaki gayelerimizin en güzeli cennet kiriş olsa onun fakat ölgende kıyamet kayın bolganda kire alaymiz. Yoşuna okşaş hem de. Şun bunu hem ündeş cümleni, cümlelerinin türlerinin içindeki en ahırga ap koydum. Qınemse diqqatinglar dersimizde bolsun. Yani ündeş cümle. Biz bunu gollanca outrufen de zin, yani outrufen degen gap birisini bir işe çağırıp qilish, ündeş degandek ma'nosi. Yani outrufen de zin ündeş cümle. Yani ündeş cümle degen nima degan vaqtida so'zligichininki xushal bo'lish, ranjish, pushaymon qilish, qo'rqish, ajablanishga o'xshash turli his hayajonli fikrlarni ifoda qilgan cümle shakli ündeş cümle. Yani ben nimişki bunu en güzel cümle deyme degan vaqtida. Çünkü bu cümleler bir insanınki his tuyg'usiga ait bo'lgan cümleler. Yani his tuyg'u degan acayip güzel bir narsa. Mayli his tuyg'u balkim ba'zida aktiv bo'lishi mumkin, ba'zida passiv holatda bo'lishi mumkin. Masalan, aktiv ijobiy holatda bo'lganda xushal bo'lish degandek yoki ranjish, pushaymon qilish, qo'rqishga o'xshash salbiy holatda bo'lishi mumkin. Mayli ijobiy va yoki salbiy bo'lsin. His tuyg'u to'limi güzel bir narsalardir. Allohning insonlarga ato qilgan bir ne'mati. Ham mushu his tuyg'uninki biz his tuyg'uning qandaq bo'lishi bir insonninki kayfiyatini ham shu insonninki qandaqligini belgilab qo'ydi. Ya'ni masalan, yani bu his tuyg'ular cho'qim hayotda bir tangpung holatda bo'lishi kerak. Ya'ni masalan, xushal bo'lish, baxtni his qilish degan bu bir güzel bir tuyg'u. Lekin bu his tuyg'umi haddidan ziyoda jiq bo'lib ketgan vaqtda u chog'da unda inson o'zini bilolmay qoladi, kibrlik kelib chiqadi, men bek cho'ng, bek noji odam deb o'ylab qilib, ondan unda inson ham boshqalarninki his tuyg'ularini qadrsiz ko'rib, boshqalarning his tuyg'ularini qadrlamaydigan bo'lib qoldi. Hem salbiy his tuyg'ular, masalan, ranjish, pushaymon, qo'rqish degandek, bunda salbiy his tuyg'ular insonda ishib ketgan vaqtda u chog'da inson tushkunlikka, ro'yi tushkunlikka giribdor bo'lib qoldi. Yani qisqasi bu his tuyg'u insonda bir tangpung holatda bo'lishi kerak. Agar qaysi bir ishib ketib qolib qolsa bir salbiy ta'sirlari bo'ldi-ku. Ammo shu his tuyg'u bizningki kayfiyatlarimizni, bir ishlarga qanday muomala qilishimizni belgilab qo'ydi. Shunga his tuyg'u bek güzel bir narsa. Hem şu ündeş cümle del şu güzel his tuyg'ularimizni ifodalaydigan cümleler bo'lg'achqa, men bu cümlelerini cümlelerning ichidagi eng güzeli deb his qilaman. Bu gapni darsimiz qaytib kelaylik. Bu hamdalik psixologiyaga doir ayrim bir tema. Qisqasi hamda ündeş cümle degan insonlarning his tuyg'ularini ifodalab beradigan cümle. Masalan, what moy ben, yani siz nim degan chiroyliq. Feliciteert met jouw verjaardag. Yani tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deb, ya'ni siz nim degan chiroyliq deb bir xil hayron qolgan, bir xil zo'qlangan his tuyg'ularimizni ifodalayapmiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deganni ündeş holatda deyish orqali qarshi taraf uchun xushal bo'lgan his tuyg'ularimizni ifodalayapmiz. Endi undan bu ündeş cümlelerini golland tilida qandaq yasaymiz, qandaq türleymiz, qanamizda qıtınlar dersimizde bo'lsin. Yani golland tilida ündeş cümlelerini bazı bir ündeş almaşlar var. Şu ündeş almaşlar orqali ündeş cümlelerini ifodalaymiz. Yani bu bizning tilimizdagi şu nima degan, mesela bizning tilimizda bu mashina chiroyli ekan deb
nim degan chiroyli mashina deb uni tixinbek ifodalamakchi bo'lsak nima degan so'zni qo'shimizku. Dal shu so'z ya'ni gollandchada ikki xil ifodalash shakli bor. Who and what ein. Masalan, Hoe mooi is de regenboog aan de hemel. Yani asmanı kesen üstü nim degen çıraylık ha? Hoe mooi is de landschap. Yani nim degen güzel manzara bu. Wat is de taart lekker. Yani nim degen tamlik tort bu. Wat in prachtig boeket bloemen. Yani nim degen çıraylık güller bu. Wat in schattige pup. Yani nim degen omakit bu. Hoe mooi is de ochtend. Nim degen güzel seher deb. Yani şu what in who degen sözler arkalık biz shu bir narsani tixinbek yaxshi ko'rganligimizni tixinbek hayron qolganligimizni his tuyg'urimizni ifodalaymiz, ya'ni undash almashlar. Ikkinchi xil ifodalash usuli qaratma imliq so'zlarni ifodalash orqali ifodalaymiz. Ya'ni xuddi bizning tilimizda pah pah ah degandek apla isit xap degandek bir so'zlarimiz bo'ldi. Mushlar dal imliq so'zlar. Muşta imliq sözler arkalık mı? Muşta his tuyg'ularimizni ifodalaymiz. Endi bu imliq sözler ba'zilari hayron qilishni bildirsa, ba'zilari zo'qlanish, xushal bo'lishni bildirsa, ba'zilari achchig'imiz kelganini bildirsa, afsuslanganini bildirsa, har xil ma'nolar bor. Masalan, men gollandchada bir qanchalarni akeldim. Masalan, ik zag je niet binnenkomen. Yani men degandan keyin bizning tilimizdagi yani sizning kelganligingizni ko'rmabdiman oy qachon kelgandingiz degandek hayron qilish. Yani oy degan qo'shish orqali biz bir xil hayron qolganligimizni ifodalaymizda. Mishalki deganmi hayron qilishni bildirdi. O deganmi bir xil oy deganga o'xshaydi bizning tilimizdagi. Je bent daar. Yani hoy, kepsizda deb yana hayronni ifodalaymiz. Ups degani ham bir xil afsuslanarlik tuyg'uni ifodalaydigan. Masalan, ups, je hebt de test niet gewonnen. Yani apla imtihondan o'tolmay qolibsiz debchi. Afsus, imtihondan o'tolmay qolibsiz degandek. Anda wow degan pah vah degandek hayajonli tuyg'uni. Masalan, wow, that was in spannende reis desak, yani pah vah haqiqatan odamni hayajonlantiradigan bir safar bo'ldi-da degandek. Super deganmi bir xil hayronlik his tuyg'usini ifodalaydigan so'z. Masalan, super, je hebt de baan desak, yani qaltis nim degan yaxshi, siz xizmatga erishdingiz degandek. Yani wow degan shu pah bizning tilimizdagi pah mesela wow, your house is so mooi desak, yani pah uyingiz ajab chiroyli ekan debchi. Yani o ne degan apla deganga ishlatildi. Masalan, nee, ik vergat het fornuis uit te zetten desak, yani apla men o'choqni itishni unutib qolibdiman deb. Yani shu imliq so'zlar orqali ups, nee, wow, super degandek imliq so'zlarni ishlatish orqali har xil his tuyg'ularimizni ifodalaymiz. Yana imliq so'zlardan masalan goeie genade, yani goeie genade degan bizning tilimizdagi xudo deganga mos keldi. Masalan, bir ishdan qo'rqib ketsak, vayjon deganga mos keldi. Vayjon, xudo deb deymiz. Masalan, goeie genade, kijk eens de grootte of die spin. Yani vayjon, qarama o'mchikning cho'ngligiga yoki xudo, qarama o'mchikning cho'ngligiga deb ham hayron qilish, ham qo'rqish. Yuppi degan hamda bir xil xo'sh bo'lish nimasini ifodalagan. Masalan, yuppi, it's eindelijk het weekend desak, yana oxir hafta oxiri bo'ldi yoki va oxir hafta oxiri bo'ldi, nimga yaxshi oxir hafta oxiri bo'ldi deb bir xil taqozolik bilan kutgan bir xil his tuyg'uni ifodalayapmiz. Hurra degan odatda bir chempionlik holatda bir ishda g'alaba qozonganda, masalan ko'proq musobaqalarda keldi. Masalan, hurra, we hebben gewonnen het kampioenschap desak, yani hurra, biz chempionlikni oldik. Bizning tilimizda hurra deb ifodalaymiz-ku. Ondan Yahoo degan Yahoo mail, lekin bu yerda gollandchadami Yahoo deganmi bir xil xush bo'lgan, alayda xush bo'lgan ishlarda. Masalan, Yahoo, ik werd aangenomen mijn droom universiteit desak, yani arzuyimdagi universitetga qabul qilindim, arzuyimdagi universitetga qabul qilindim degandekchi. Yani bularmi bir xil imliq so'zlar. Yani mush so'zlarni ishlatish orqali his tuyg'uning qanchalik kuchlikligini tixinbek ifodalamoqchi.
mesela meyde ik wird angenommen mein Drom Üniversitet desek, yani arzuyum üniversitet qabul qilindim desek, Yahoo'ni qo'shib degan vaqtida shu bek xush bo'lganligimizni, bek hayajonlanganligimizni, shu his tuyg'uni ifodalayotdi. Ya'ni Golland tilida undash jumlalarni mushta undash almashlari orqali ham mushta qaratma imliq so'zlar orqali ifodalaymiz. Xuddi bizning tilimizda shunda, bizning tilimizda pah, ih, voy voy deb bir so'zlar orqali ifodalaymiz. Ashunga o'xshashlar. Ondan eng oxirgi bir nuqta bu undash jumlalarda undash belgisi bilan undash intonatsiyasi bek muhim. Yani bazı bir bayan cümlelermi veya ki bazı bir sual cümlelermi, bazı bir buyruq cümlelermi muş ündeş belgisi qo'sh orqali u ündeş cümlege aylanıp ketadi. U chaqda bu ündeş cümlege aylangan vaqtda ündeş mesela bayan cümleler ündeş cümleni farqlantirish usuli birisi ündeş belgisi, yana birisi intonasiya, ahang. Yani bu ündeş cümlege bayada dedik bir his tuyg'ularni ifodalaydigan cümle. Xuddi his tuyg'ular, mesela biz achchig'imiz kelganda pastroq ovozda, normalda pastroq ovozda gap qilsak, achchig'imiz kelganda o'zimiz bilib bilmay ovozimiz yuqori chiqadi. Endi bu undash jumlalarda intonasiya, ahang bek muhim. Endi undash belgisi. Şu mesela bir qancha misol olib keldim. Bu ikki jumla o'xshash, yezilishi o'xshash, lekin ekranning bir tarafidagi jumla butunlay undash jumla, keyingi undash belgisi qo'yilgan. Şu buni o'qigan vaqtimizdami boshqacharoq o'qiymiz ham mush undash belgisi orqali bu jumlalarningki undash jumla ekanligini, mush jumlalardagi tuyg'ularni his qila olamiz. Masalan, Papa is there deb, yani dadam keldi deb normal holatda desak, agar bu jumlaning keyiniga undash belgisi qo'yilsa, Papa is there, yani dadam keldi deb bir xil xush bo'lgan bir tuyg'uni ifodalayotdi. Ondan ik förstått nicht, yani men buni tushunmadim deb, agar buning keyiniga undash belgisi qo'yib qo'ysa, o chaqda ik förstått nicht, yani men buni tushunmadim deb bir xil umidsizlangan, achchig'i kelgan bir xil tuyg'uni ifodalayotdi. Ik weet niet wat hier is gebeurd. Yani nima bo'lganligini bilmadim deb, bunun keyiniga undash belgisi qo'yilsa, ik weet niet wat hier is gebeurd deb, yani nima bo'lganligini hech bilmadim deb, yani bir xil yana bir achchig'langan, mayuslangan bir tuyg'u. Ik voel me gelukkig desak, yani o'zimni baxtli his qilma deb, yani bunun keyiniga undash belgisi qo'yilsa, ik voel me zo gelukkig, yani o'zimni shunda baxtli his qilyapman debchi. Sizlarga miyadagi ahangni, intonasiyani yetkazadigan bo'lishimni umid qilaman. Yani bu ahang degan intonasiya degani, yani shu jumla tarkibidagi undash ma'nosini ifodalaydigan söz yoki boshqa elementlarningki sal bir ko'tarangu ahangda, sal bir yuqori ahangda aytilishi. Mesela özümni baxtli his qilyapman bilan özümni shunda baxtli his qilyapman. Ma ikki jumladagi aytilishni, ahangni his qildinglar-ku. Yani undash jumlada, shu bir undash jumlada ifodalagan vaqtimizda intonasiyamizmi boshqacharoq bo'ladi. Masalan, birisini o'yisiga kirib, va uyingiz bek chiroyli-ku debchi. Uni bunda normal va uyingiz bek chiroyli-ku deb ifodalasak, biz u chaqda va deyishimizning hojati yo'q. U chaqda pah deyishimizning hojati, u chaqda uyingiz bek chiroyli-ku deb normal ifodalasak bo'ladi. Chunki pah degan so'zni ishlatgan vaqtimizda pa uyingiz ajib chiroyli-ku debchi, ahangimizni, intonasiyamizni boshqacharoq chiqarsak, unda rasmiy shu qarshi tarafga his tuyg'umizni yetkaza olamiz. Shunga undash jumlada, yani undash belgisi orqali, yani birisiga intonasiya, ahang orqali shu his tuyg'umizni bildira olamiz. Shu bir jumlani agar undash jumla shaklida ifodalamoqchi bo'lsak, shu intonasiyada, ahangda sal yuqoriroq talaffuzda his tuyg'ularimizni qo'shib turib talaffuz qilish muhim. Yani qisqasi undash jumla to'g'ri so'zlaydiganimiz mushunchalik. Shundoq qilib mushu jumlalarningki ma'nisi jihatdan bo'lingan jumla turlari tugadi. Inshaalloh keyin qitimliq darslarimizdan boshlab jumlalarningki qurilmasi jihatdan bo'linishiga, yani oddiy jumla, ondan qo'shma jumla, shular bilan tanishib chiqamiz. Ma'qulamsa, darsimizni anglaganinglarga rahmat. Keyin qitimliq darsimizda ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.